Xudo xolasa mana shu portini ko'ring, afsuslanmaysiz. 2024-yil 1-oy 10,5 kilometr masofani bosib o'tgan, lekin mashinamiz absolutni toza, propan gaz ballonlar bilan diskalarga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Mashinamiz o'zim uchun minaman deb tayyorlab qo'ygan ekan, hattoki oldilariga broni plyonkalargacha tortib qo'ygan ekan, bakovoylargacha qo'ydirib qo'ygan. Oq bakovoy, bakovoylarimiz qiziydi, bakovoylarimiz avtomatik ochilib yopiladi. Bort holatlari, tag holatlari o'ta chiroyli holatda. Mashinamiz ichidan kirib o'taman. Obshipkalarni qarang, chiroyliligini. Avtomatik ochilib yopiladi. Hop, mashinamizda cruise control, climate control hamma funksiyalari bor. Mashinamiz avtomat, Euro 6 avtomat. Abduf, abagrev, podogrev rul, bakoylarimiz qiziydi. Mashinamiz 13,5 kilometr masofani bosib o'tdi. Hop. Motor ishlash holatlari, motorimizga ham changlari bilan turibdi. Motor yumagan holatda olib chiqqan. Mashinamizda hattoki majigarlargacha bor ekan. Video registrator, orqa registrator, tonirovkalar ko'rishingiz mumkin. Hamma funksiyalarda olib qo'ygan majigar. Orqasiga chiroyli emblemani yopishtirib, lekin diskiga alohida e'tibor bersanglar bo'ladi. Ballonlarimiz yangi holatda, tag holatlari, zanglagan, chirigan joylari yo'q. O'zimiz emblemalari turibdi, mana ko'rishingiz mumkin. Hop, ballonlarimiz Cherokee ballonlar 195 ga 70 15 razmerda. Cherokee yumshoq ballonlar. Hop, orqasida bu yerda sandig'i bo'lgan ekan, shuning uchun yuklab ishlatgan ekan ozgina. Lekin puliga arziydi. Mashinamiz xudo xolasa O'zbekistonga dastavkasi bilan bu mashinamizni $17,800 ga yetkazib olib beramiz. Rastamojkasi alohida chiqadi. Bitta shuni orqasiga bitta pudra septirib olsani ham bo'ladi, septirmasdan haydasani ham bo'ladi. Absolutniy mashinamiz toza. Ko'rishingiz mumkin. O'zini ko'rib baho berib savdo qilsani bo'ladi. Shu profil TV'dagi nomerlarda aloqada bo'lamiz. Alo desani 25 kunda yetkazib olib borib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.